Salom, bugun siz bilan Audi haqida qiziqarli faktlarni ko'rib chiqamiz. Audi 1909-yilda August Horch tomonidan tashkil etilgan. U avval Horch kompaniyasini ochgan, lekin sud sababli o'z familiyasini ishlata olmagan va uni lotin tiliga tarjima qilib Audi deb nomlagan. Audi so'zi lotin tilida tingla yoki eshit degan ma'noni anglatadi. Bu Horch so'zining aynan tarjimasidir. Audi logotipidagi 4 ta halqa bu 1932-yilda birlashgan 4 ta kompaniyani bildiradi. Audi, DKV, Horch va Van der Der bu birlashma Auto Union deb atalgan. Ikkinchi jahon urushidan keyin Auto Union kompaniyasining asosiy zavodlari Sharqiy Germaniyada qolib ketgan va kompaniya deyarli yo'qolib ketgan. 1965-yilda Volkswagen Audi brendini qayta tiklaydi va shu vaqtdan boshlab Audi yana rivojlana boshlaydi. 1980-yilda Audi Quattro to'liq yurish tizimini taqdim etadi. Bu tizim avtomobilni yomon ob-havo sharoitida barqaror qiladi. Motorsportda Audi, ayniqsa Le Mans 24 soatlik poygasida juda ko'p muvaffaqiyatli bo'lgan va ko'plab g'alabalarni qo'lga kiritgan. Wolfsburg Durchstechnik shiori bilan mashhur. Bu texnologiya orqali oldinda degan ma'noni beradi. Audi avtomobillarda LED kunduzgi chiroqlarni keng ommaga birinchi bo'lib ommalashtirgan kompaniyalardan biridir. Bugungi kunda kompaniya elektromobillar, e-tron seriyasi va zamonaviy haydash texnologiyalarini rivojlantirishda faol ishlamoqda. Hozircha shular. Iltimos, kanal rivojiga hissangizni qo'shing, obuna bo'ling, like bosing va bizni kuzatib boring. E'tiboringiz uchun rahmat.